hech ham o'zini noto'g'ri gapirmayman deb o'ylaydigan tanishinglar bormi? Har doim to'g'ri gap meniki bo'ladi deydiganlar bo'ladi-yu, tushunasizlarmi? Ular aytib beradi deydi-yu. Ular deyotgani butun dunyoda, tushunasizlar? Nari dunyodan bitta odam tiriltirib qaytarib kelib, mana odam ham aytayapti, ash paytda mana shu odam bo'lgan ekan desam, o'zi Qobil akam to'g'ri aytganda, seni mana shu hech ham bir xato gapingni tan olmaysan sen. Qobil akam aytadi deb. Yo'q, Qobil akam dadang bo'ladi, jinni unaqa emas. Umuman tan olmaydi. Uni jinnicha logikalari ham bor miyasida turib olib. O'zi bu hayotda Robin Hoodga o'xshab yashash kerak. Robin Hood zo'r qilganda boylardan olib kambag'allarga bergan deb. Endi kambag'allar ishni so'magandan keyin boylardan oladi ekan ishni, to'g'rimi? Endi turib olib bu dunyoda faqat qiyin yo'llardan yurish kerak. Oson yo'llar biz uchun emas deb berdi. Sen yuraver qiyin yo'ldan. Agar maqsadga erish peshonaga yozilgan bo'lsa, men osonidan ham yuraman. Nima keragi bor qiyin yo'ldan yurib? Osonidan yuraveraman.